Bu şəhərni insonlar tarixidagi eng taraqqiy qilgan shahar desak ozroqmi ortiq ketmaydi. U davlatimizga birdan-bir 100% shaharlashgan shahar. Yez kanit yo'q, faqatla shaharlar bor. Boshqa shaharlar yarosi poyezdi minayotganda, kira avtobusda o'tirayotganda bu shahar alliburun ikkili kodni skanerlabla kira tikuchorida ishqi berishga odatlangan. Yo'lda chorlayotganlar soqchilar emas, yana texi soqchi formasi kiyib olgan aqliy iqtidorli mashinistlar. Har xil şoförsiz kira mashinalari, şoförsiz kira avtomobillari, odamsiz tomoq to'shig'uvchilar, odamsiz tozalash ishchilari mangdan bir ko'zimizga chiliqib turdi. Hattoki mashina to'xtatish o'rnimi ajoyib hashamatli storoliq mashina to'xtatish o'rni. Ko'chadagi toshlar o'ldirish uchun loyihalangan. Telefonga simsiz to'q qochilg'ilimi bo'ldi. Yana texi kino ko'rgilimi bo'ldi. Qo'rsoq ichib oshxonaga kirsangiz, noz ne'matlar o'zligidan oldingizga keladi. Bu yerda o't o'chirish manevrimi bir yip-yangi binoni ko'zni yummay kuydirib o'tadi. Bu yerda yil bo'yi qor yog'maydi, lekin Osiyodagi eng cho'ng zal ichi qor telish maydoni dal mushu yerda. Fan texnikaning kuchi shaharning bulung pushqoqlarigacha singib ketgan deyishga tamoman bo'ldi. Kech kirishi bilan ko'cha rastalar cyberponik holatiga olmishidi. Egiz binolarning rangli chiroqlari chaqnab, go'yoki kelgusi dunyoga berib qolgandek ta'sir berdi. Bu bo'lsa dal Shinjan.